zaytun yaprog'i ekstrakti virusga qarshi, gepatit A, B, C sariq kasallarida yaxshi yordam beradi. Gijjaga qarshi bolalarda va kattalarda gijjani tushirishiga juda ham zo'r samarali yordam beradi. Keyin gerpes kasallari uchuv chiqadi-ku, o'sha uchuvni gerpes deyiladi. Shu gerpes kasallarida, stomatitga qarshi, rak kasallarini oldini oladi. Gipertoniklar, ya'ni davleniyani normalizatsiya qiladi. Varikozga qarshi, xolesterinni urovinini yaxshilab beradi. Ya'ni yomon xolesterinni kamaytirib, yaxshisini oshirib beradi. Teri namligini yaxshilaydi, yaralarni bitishiga yordam beradi. Sahr kasallariga yaxshi yordam beradi va jiraviklarni ketkazishda yordam beradi. Chunki jiraviklar ham o'sha parazitga kiradi, gijjalarni ketkazganida jiraviklarni ham ketkazishga yordam beradi. Buni yosh bolalar 5 tomchidan ichsa bo'ladi va kattalar 10 tomchidan ichsa bo'ladi. Bir mahal yoki 2 mahal ichsa bo'ladi va bu ayniqsa bolalardagi o'sha virus shamollashda faqat shuni o'zi bilan ham zo'r davolasanglar bo'ladi. Yana bu immunitetni juda ham zo'r oshiradi.